Sokinlik sari rasmiy kanali sokinlik istagan ko'ngillar uchun. Inson dardi ichiga sig'may qolganida u qog'ozdan najot izlar ekan. Hozir sizga o'qib beradigan maktubimda bir insonning butun umrlik pushaymoni va kechikkan iqrorlari jamlangan. Qalbingizni oching. Zero bu satrlar sovuq qog'ozda bo'lsa-da, tafti hali sovimagan. Rostini aytsam, juda charchadim. Ichimdagi bor dardimni kimgadir sochgim, siz haqingizda gapirgim keladi. Ammo sukut saqlashga majburman. Dardimni ichimga yutishdan o'zga choram yo'q. Zotan farzandlarimning otasisiz. Ularning or-nomusini o'ylab, sizning hurmatingizni begonalarning oldida to'kib qo'yishdan qo'rqaman. Lekin tushuning, menda ham jon bor. Menda ham urib turgan yurak bor. Sababsiz dashnomlaringizdan, mendan tinmay kamchilik izlab, kamsitganingizdan, asossiz baqir-chaqir va haqoratlaringizdan yuragim o'rtanadi. Meni yolg'izlik girdobiga tashlab qo'yganingizda qalbim naqadar qattiq og'rishini his qilsangiz edi. Menga sizdan ko'p narsa kerak emas. Shunchaki zarracha mehr kutsam xato qilamanmi? Men hech qachon topgan pullaringizga, ko'chadan olib keladigan moddiy narsalaringizga ko'z tikmadim. Menga bor yo'g'i 2 og'iz shirin so'z, bir chimdim samimiyat kifoya edi. Buni sizdan talab ham qilmagandim. Shunchaki umid qilgan edim. To'g'ri, kun bo'yi ishda bo'lasiz. Oila boqish mas'uliyati sizning zimmangizda. Bu oson emasligini tushunaman. Ammo men ham uyda qo'l qovushtirib o'tirganim yo'q-ku. Farzandlar tarbiyasi, uy ishlari, ro'zg'or g'ori, bularning bariga ulgurish uchun menda ham kuch, ham asab sarflanadi. Men ham insonman. Men ham charchayman-ku axir. Siz har kuni onangizning diydorini ko'rasiz. Istagan paytingizda jigarlaringiz bilan dardlashasiz. Men esa ota-onamni bir oyda bir ko'rsam ko'raman. Bo'lmasa yo'q. Qo'limda telefon bo'lgani bilan onajonim bilan dildan gaplashishga ham vaqt topolmayman ba'zan. Shunday ekan, menga cheklovlar qo'yishdan, ayblashdan oldin bir lahzaga bo'lsa ham o'zingizni meni o'rnimga qo'yib ko'ring. Har tong ko'zguga qarab, sen kuchli ayolsan, hamma narsani uddalaysan, sen yiqilmasliging kerak deb o'zimga tasalli beraman. Lekin bilingki, men kuchli bo'lishdan charchadim. Ayol kishi kuchli bo'lishga majbur bo'lishi bu uning eng katta fojiasidir. Men shunchaki ayol bo'lishni, kimgadir suyanishni, himoyada bo'lishni istayman. Tuyg'ularimning qadriga yetishingizni, borligimni his qilishingizni xohlayman. Chunki sabrning ham chegarasi, bardoshning ham oxiri bor ekan. Bilaman, erkak kishining yelkasi tog'dek mustahkam bo'lishi kerak. Ammo o'sha tog'ning poyida o'sib turgan nozik bir gul ayol ekanligimni unutmang. Men sizga qarshi isyon qilmayapman. Shunchaki qalbimning so'nggi chorasi sifatidagi faryodini eshittirmoqchiman. Ba'zan o'ylab qolaman. Ayol kishi hamma narsani ko'tarishi shartmi? Farzandlarim uyquga ketgach, yolg'iz qolganimda o'zimni juda g'arib his qilaman. Derazadan boqib, o'z hayotimning tomoshabiniga aylanib qolgandekman. Sizning sovuq nigohlaringiz, menga bo'lgan e'tiborsizligingiz qishning ayozidan ham qattiqroq qaltiratadi vujudimni. Men sizga faqat uy yumushlarini bajaruvchi, farzandlaringizni boquvchisi, bir soya emas, hayot yo'lingizdagi hamrohingiz bo'lib kelgan edim-ku.
Siz meni jazolamoqchi bo'lsangiz, cheklovlar qo'ymang. Baqirmang. Shunchaki mehringizni darig' tutsangiz, shu men uchun eng og'ir jazo. Lekin bilingki, e'tiborsizlik o'ldirgan tuyg'ularni hech qanday boylik bilan qayta tiriltirib bo'lmaydi. Men sizdan tilla taqinchoqlar, qimmatbaho liboslar so'ramayman. Menga shunchaki charchaganimda rahmat, boringga shukr degan bir og'iz so'zingiz dunyolarni hadya etadi. Mening ham orzularim, mening ham ayollik latofatim bor edi. Bugun esa ularning o'rnini faqat mas'uliyat va charchoq egallab olgan. Men kuchli ayol bo'lishni tanlamadim. Meni hayot va sizning beparvoligingiz shunga majbur qildi. Ammo biling, har qanday kuchli devor ham tinimsiz zarbalardan bir kuni nurab bitadi. Mening sabrim nurashidan qo'rqaman. Iltimos, kech bo'lmasidan qalbim butkul muzlab qolmasdan avval menga biroz iliqlik bering. Men sizni ayolingizman, dushmaningiz emas. Biz bir qayiqdamiz. Agar men cho'ksam, bu qayiqda hech kim omon qolmaydi. Meni eshiting, meni his qiling. Chunki men ham yashashni, shunchaki yashashni emas, sizning mehringiz bilan nafas olishni istayman.